Assalomu alaykum. Xudo shukr TV kanalini doimiy hamda tasodifiy kuzatuvchilari, azizlar musofirda yurgan yaqinlarim, qadrdonlarim, sog' omonmisizlar? Bugun azizlar 2025-yil 20-aprel sanasi bozor kuni, ya'ni yakshanba kuni yana bir ajoyib videorolik bilan sizlarni bezovta qilyapmiz do'stlar. Akbarbek ukamiz, Akbar Qassob yana mana shu ekranda ko'rib turgan bo'lgani, Alloh nasib qilsa ertang birinchi kun tong saharda 6:30-7 6 atrofida Alloh nasib qilsa go'shini kelib kenarroq asada Alloh nasib etsa. Do'stlar, yana aytib o'taman, manzilni hammangiz yaxshi bilasizlar. Har juma kunlari 5000 so'm skitkasi bor Akbar Qassobda. Yanada kafe ochib qo'ygan, stolova ochib qo'ygan do'stlarimiz ko'p miqdorda doimiy muntazam go'sht oladiganlar uchun gelishtirib alohida narxda o'zi beradilar. Ham sadaqa ihson qilmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lsa, ish qilib doimiy go'shtga ehtiyoji bo'lgan insonlarimiz ko'proq miqdorda oladigan bo'lsa, umuman boshqacha narx-navodan kelishilgan holda berishini har videoda men aytaman do'stlar. Manzilni eslatadigan bo'lsak, manzilimiz shu Yangiariq tumani Madaniyat markazi ro'parasida, Alloh nasib qilsa mana shu go'shtxona men biz bilan Stayankada. Azizlar, musofirda yurgan qadrdonlarim, do'stlarim, yildoshlarim, yurtdoshlarim, altın boshlaringiz omon bo'lsin. Videolarimiz yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni ham unutmanglar do'stlar. Va'da qilganimizdek har juma kunlari 5000 so'm skitkasi bor. Yana ko'p miqdorda oladigan, yana taklif klientlar uchun alohida o'zi kelishilgan narx-navoda go'sht sotadi Akbarbek ukamiz. Bemalol ekranda telefon raqamlarini qoldiraman. Akbar Qassobni telefon orqali murojaat qilib bog'lanib, o'zingiz qiziqtirgan savollarga javob olishlaringiz mumkin do'stlar. O'zingiz ehtiyot qilinglar, sog' bo'ling, omon bo'ling do'stlar.